Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan akalar a'zolari, yurtdoshlarimiz sog' salomatmisizlar? Mana ko'chadagi ishimizni, shkatorka ishlarimizni boshladik. Ichkarilarni tugatib, va nihoyat mana xudo xolasa shkatorkalarni boshladik. Usta Javlon boshligida. Orbay usta aka. Boshladingizmi xudo xolasa? Ha, boshladim. İşte ana jarayonda ketadi ishimiz. Mana orqa tomoni ham to'liq o'riladi bu yoqda ham. İşte boshladilar usta Javlon. Shilkalarimiz tortilgan. Ko'p kishi so'raydi shilka qani deb. Mana shilka patveska tashlab tortganmiz hammasini. Har 50 santimetrda bitta shilka bor. Mana bu yerda bitta. Bu yoqda bitta shilka. Tepasida bor. Devorimiz normalni terilgan g'ishlari. Xudo xolasa ko'chani ham yorug' yuz bilan o'rib topshiramiz. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa yozib qoldirgansizlar. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Mana ustalarimiz baliq chizgan ekan yerga. Yerga quyon rasmi, purkani rasmi bor.